Voy yuring, Amir ketyapti. Qayerga? Bo'ldi. Ana bu yerda qiladigan ishim yo'q. Nima deganing bu? To'ylaring endi bo'lgan vaqt rosa kerak edim. 1 yil, 2 yil o'tdi, shu bilan kerak emasga chiqarishni boshladilar. Hozir bo'lsa umuman kerak emas narsalariga. Birov seni haydayaptimi? Senga ish bo'lsa bo'ldi. Ish, uy, ish, ishlash kerak-ku. Ishdan kelasan, sen uchun deb pishirilgan ovqat qilib qo'ygan bo'ladi mana bu. Yesang yeysan, yemasang yemaysan. Bahonang charchadim desang, kirib yotib uxlaysan. O'zi uxlamaysan. Telefonda reels ko'rib o'tirasan. Yotsang ham, tursang ham, tualetda o'tirsang ham shu reelsda o'tirasan. Senga shu telefon bo'lsa bo'ldi. Ha, to'g'ri aytyapti. Hech ham e'tibor bermaysiz. To'xta, sen gapirma. Uydan tashqariga chiqqaningda yasangan, tusangan, bo'yangan, pomadalaringni surtgan, atirlaringni bo'lsa-ku shalaboq sepgan Kim Kardashyan bo'lib chiqasan-da ko'chaga. Uyga kirganingda-chi, yirtiq ko'yni, ovqatni hidi, xafa bo'lmayin deb. Sen bilan umuman ko'rishmaymiz. Bolalarimizchi? Bolalaringga telefon bo'lsa bo'ldi. PUBG'da o'sha akalaridan boshqasi kerak emas. Yana ayniqsa kichkinangga bo'lsa-ku, tralalami nima o'sha bo'lsa bo'ldi. Sen bilan bo'lsa ishxonada ko'rishamiz. Tamam. Ishxonada?